Zakazga qo'yilgan g'ishtni proyektini ko'rsatadi. Terish boshlandi. Terish tekisligi. Muhammad, mana berga ketdingiz. Bizdan 2 ga bo'ldingiz. Bu proyektda koridor, o'ng tomon mehmonxona bo'ladi. Bu ikki bo'linadi, ikkita xona bo'ladimi bu? Bir. Xullas koridor, o'ng tomonga kirganga bitta mehmonxona bo'ladi katta. Bu tomonga ham bitta mehmonxona. Shu mehmonxonaning oxiri spalna. O'rtadan bo'lingan. Bu dush. 3 xonaga bitta dush. Unga 10,5 joyga proyekt tayyorlangan. Yaxshi qilib tayyorlangan. Derazalar katta qilib tayyorlangan, zo'r tayyorlangan, yorug' bo'lish uchun. Buni kirish xodini endi 30 sm ichkari saqlangan. Keyin ko'p kishi so'radi. Kolonnalar qanday bo'ladi? Mana. Uchta armaturda karkas to'qilgan, ichini beton to'ldirib yuborilgan. Shu holatga bo'ladi. Muhammad degan manzara makin ketaveraylik. Uzoq borib ABD